Let's go. You already know. Seni mana shu marajniday yeb tashlayman. Jon, meni qanchalik sevasiz? Senimi? 10 tonnalik, yo'q, 20 tonnalik muzday pivani bo'chkasichalik. Meni shunchalik sevasizmi? Quturgan itday yaxshi ko'raman. To'yimizdan keyin aniq baxtli bo'lamiz. To'ydan keyin baxt degan so'zni mana shu yerimga chizdiraman. To'yimizdan keyin menga mehrli, e'tiborli bo'lasiz, a? 24 ga 7 xizmatingdamanu, go'zalim. Alo, jonim, qalaysiz? Jonim, qalaysan? Ishda olib qolmadimmi, begim? Go'zalim, senga jonim qurbon, hali bitta ishni gapirasan. Ishni tikka chopaman bor-ku. Sog'indim-ku, ashoyim. Voy, uyaltirmang. Uyatchalarga o'zim ossam-da. Mushukka bo'lyapti. Alo. Assalomu alaykum jon. Qalaysiz? O sen ishlaysanmi yo'qmi? Kompot. O suyuq. Ishlasangchi hozir xo'jayin keladi. Qizim telefon qilyapti. Ishingiz olib qolmadimmi? Endi telefon qilmoqchi edim-da, baruvchan. Bilaman, jon. Jon, qarang, siz Diamantilla do'konida ishlaysiz-ku. Bu internetdan ko'rdim. Zo'r naborlar kelibdi. U yoqda tillalar arzon-ku, bo'lib to'lashga ham bor. O'shatdan menga bitta tilla olib bering. O'zim to'layman hammasini. Endi dugonalarim yonida bitta dona bo'lib yuray deyman-da. Axir ko'chada sizni yuzingizman-ku. Senga tillani bori tog'arasi bilan olib borib beraman. Kerak bo'lsa, umrimni oxirigacha bo'lib to'layman. Alo. Ha, xotin. Assalomu alaykum, dadasi, yaxshimisiz? Ishdaman, tez gapir. Qachon kelasiz, jon? Qachon boraman? Bilmadim endi, 3-4 oydan keyin borsam kerak. O, tentak. Kechqurun boraman-da. Bo'pti, yoqmayapsan. Ha, uyga bozorlik qilish kerak, kartoshka, non, piyoz, tuxum. Alo? To'ydan oldiga bola qani? Sen ju o'laman, kuyaman deb yuruvdilar. Ha, xotin. Hali ham quturgan kuchukdek sevasizmi? Конечно, xotin. Hali ham seni bor-ku, o'lgan itday yaxshi ko'raman. Qachon kelasiz? Dadasi kelyapsizmi? Qachon kelasiz? Bormayman. Sog'indim-ku. Sen sog'inma. Sog'insang, xarajatimiz ko'payib ketyapti. Sevaman-da sizni. Sevmay o'l.